Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Demak, ko'pchilik bemorlarimizda liposaksiya amaliyotidan keyin shikoyat bo'ladi g'adir-budurliklarga, ya'ni tanadagi notekisliklarga. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz, shu g'adir-budurliklarning sababi nima bo'lishi mumkin. Birinchi asosiy sababi bu liposaksiya jarayonini noto'g'ri qilinishi bo'lishi mumkin. Ya'ni ayniqsa ruchnoy liposaksiyadan keyin qayerdadir teri tagida yog'ni ko'p qolib ketishi, qayerdandir esa ko'p olinishining hisobiga ozgina tanada notekisliklar kelib chiqishi mumkin. Ikkinchi asosiy faktor bu teri ostida paydo bo'ladigan fibrozlar, ya'ni chandiqlarni aytish mumkin. Ya'ni teri bilan mushak orasidagi yog'larni so'rib olganimizdan keyin ma'lum vaqtgacha teri bilan mushak bir-biriga borib birikadi. Shu jarayonda bemorlarimiz korset taqib yurishlari kerak bo'ladi. Mana shu korset taqish jarayonida reabilitatsiyada eng asosiy narsa bu massaj. Sababi terimiz va mushagimizni bir tekisda chiroyli birikishi uchun massaj juda muhim. Va qolaversa birikish jarayonida terining tagida fibrozlarning paydo bo'lishini oldini oladi va sizda chiroyli silliq